Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugungi videoda sizlar bilan Pixel Lab dasturida tekst yozish va tekstga shadow ranglarni berishni ko'rib chiqamiz. Qani bo'lib Pixel Lab dasturiga kirib olamiz. Hozir 1 minut. Video ketyapti. Pixel Labga kirganda shunaqa ekran chiqadi sizlarda ham. Xo'sh, 2 ga o'tib, A ga o'tib, bittadan editga bosib tekst yozsalang bo'ladi. Agar endi tekst qo'shmasalang, tepada plus belgisi bor. Shu ham bitta bosinglar, textni bosasizlar bo'ldi mana. Yana bitta qo'shib beradi. Endi mana bu yerda tekst sizalari bor. Bunday qilsangiz katta qilib beraveradi. Endi bu yerda qilsalaring yaxshi bundayroq. Sal keyin color bu yerda rang. Taxminan tanlab tashlaymiz endi. Bitta mana shrift bor. Sal lekin sizlardan bitta iltimos beraman. Shriftiga katta ahamiyat qaratoringlar. Bu shriftni o'ta nozikda mana chiroyli shriftlardan qo'ysalang yaxshiroq chiqadi. Mana tekstim deyroq beradi. Endi sizlarga ming bor uzr aka. Sal grippidan tomog'im shamollagan, o'shancha ovozim do'rlab chiqyapti. Uzr so'rayman. Mana endi bu tekstni yoyib beradim bunday qilib tashbor. Endi sizlarga kerakli narsalar tushuntiryapman-da. Mana kerakli narsa starkani yoqib qo'yasizlar, chiroyliroq turadi. Inter shadowni yoqasizlar keyin. Qora qilib qo'ysan, chiroyliroqda. Keyin mana bu yerdan arqa fonni yo'qotmoqchi bo'lsalaring, mana arqa fonni yo'q. Trapetsiya deb yozasizlar. Mana mashina ming bor uzr. Arqa fon yo'qoladi. Keyin mana bu yerga saviy imagatda bossalaring saqlanadi. Endi men saqlamoqchi emasman. Telefon xotirasini to'ldirmoqchi emasman akalar. Arkasiga fon qo'ysalarga bo'ldi. Endi preview cho'yasizlar endi ba'zan boshqa narsa. Xo'sh, yana sizlarga tushuntirib o'taman. Bu mana o'zi bularni cho'mib olasizlar sekin-sekin. Bu mana tekst bunday teppa-past qilib beradi. Keyin bu surib beradi tekst. Xo'sh. Bu ko'rinmasroq qiladi-da. Xo'sh, endi sizlarga men qo'ymanglar maslahatim tekst yonlar elementlariga qora qo'yib qo'yam. Shu shriftiga agar kerak bo'lsa Telegramda zo'r shriftlar bor. Telegramga obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Padishga qo'yinglar, like bilan kommentda uzr so'rayman, lekin tomog'im og'riyapti. Qanaqa video chiqsa shuni yozib ketinglar. Aytgan videolaring chiqaveradi, xudo xolasa inshaalloh. Obuna like'ni bosib qo'yinglar akalar. Xo'sh, bu new text. Agar keyingi videoda biz sizlar bilan KineMasterdan preview yasashni o'rgataman. KineMaster juda g'alati dedilar. KineMaster hech kim yasamagan narsalar qilamiz-da biz ham. Agar shu padishgan obuna bo'linglar, biz sizlarga o'rgatamiz adush. Men o'rgataman. Qiyin emas u. O'zim nima keraklarini tushuntiraman u preview yasashga. Bir keyingi videoda like bilan obuna bo'lib qo'yinglar akalar.